Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Bugungi videomizda toza yeganda qalin sim geldi. 3,5 simi Gabion setkani. Standart bo'la 2 metr 1 metr bo'ladi. Buni universalni xohlagan bir maqsadlaringizda ishlatishingiz mumkin. Lichinkasi 5/5, garachya sinkovinda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bir mustahkam bir narsa yana. Shuningdek, bularning har xil sim qalavliklari bor. 2lik sim, 2,5lik, 2.8lik, 3.2lik sim qalavliklari bor. Zara murojaat etsangizlar, to'liq bir informatsiyalarni berib o'tamiz. Hozirda eng ko'p maqsadlarda shu ko'pachi denominator to'g'xonalarni qurdiribdilar bundan. Lekin bular universalniy, o'zi dekorativniy narsa bo'ladi bular. Şu kanalımızı kuzatib boraturganlar, kanalımız rivoji uchun bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangizlar, bizlar ham bir xursand bo'ladik. Mehnatlarimizni qadrlagan bo'lasizlar. Sog' bo'lin, salomat bo'lin. Adresimizni tushuntirib o'tsak, 4 tumani, Televishki yanında.